Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Men Toshturdiyev Asadbek, Oltin kitob loyihasining matematika fani o'qituvchisi bo'laman. Demak, biz sizlar bilan matematika olamiga birgalikda sayohat qilamiz. Demak, birinchi mavzuyimiz natural sonlar va raqamlar hisoblanadi. Bu yerda natural sonlar tushunchasidan oldin raqamlar tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Raqamlar 10 tani tashkil qiladi. Ya'ni 0, 1, 2, 3 va hokazo 9 gacha boradi. Demak, 10 ta raqam bor ekan. Endi natural sonlar tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak, sanoqda ishlatiladigan barcha sonlar natural sonlar hisoblanadi. Misol uchun, bitta olma, ikkita olma shu zaylda cheksizlikgacha davom etadi. Natural sonlarning cheki yo'q. Ya'ni eng katta son sifatida olishimiz mumkin 1 milliard va unga yana 1 ni qo'shsak, undan keyingi son, ya'ni 1 milliard 1 hosil bo'laveradi. Ya'ni bitta natural sonni oladigan bo'lsak, unga keyingi yana 1 ni qo'shsak, undan keyingi natural son hosil bo'laveradi. Ixtiyoriy oladigan bo'lsak 10. 10 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, 11 natural soni hosil bo'ladi. Eng kichik natural son 1 hisoblanadi. Nima uchun aynan 1? 0 emas. Ya'ni sanashda 0 ta degan tushuncha yo'q. Biror narsani sanashda 0 ta demaymiz hech qachon. Shuning uchun eng kichik natural son 1 hisoblanadi. Eng kichik raqam esa 0 hisoblanadi. Endi mana shu 10 ta raqamdan tuzilgan barcha sonlar o'nli sanoq sistemasi deb aytiladi. O'nli sanoq sistemasiga ixtiyoriy bitta natural son, ya'ni 348 sonni olib qaraylik. Demak, yozib olamiz. 348 teng 3 ko'paygan 100 plus 4 ko'paygan 10 plus 8 ni o'zini 1 ga ko'paytirib qo'yamiz. Bu natural sonni o'nli sanoq sistemasiga yoyish deb aytiladi. 3 ko'paygan 100 300 ga teng, 4 ko'paygan 10 40 ga, 8 ko'paygan 1 esa 8 ga teng bo'ladi. Qo'shib chiqadigan bo'lsak, 348 ning o'ziga teng bo'ladi. Endi natural sonlarga yana biz biladigan eng oddiy ko'paytiruv jadvalini olishimiz mumkin bo'ladi. Ixtiyoriy 9 kara 9 81. 81imiz natural son o'quvchilar. 7 kara 8 56. Bu ham ixtiyoriy natural son hisoblanadi. Demak, mavzuyimiz tushunarli bo'lsa, kitobimizdagi bir nechta misollarni ishlanishini birgalikda ko'rib o'tamiz. Bu yerda kitobimizdan 3-chi, 8-chi, 20-chi misollar berilgan. 3-chi misol yechimini ko'rib o'tadigan bo'lsak, 100 dan katta bo'lgan ikkita natural sonni yozing deb aytib o'tmoqda. 100 dan katta natural sonda, ixtiyoriy natural sonda undan keyingi natural sonni hosil qilishimiz uchun 1 qo'shib hosil qilmoqdamiz. Ya'ni 100 dan keyingi natural sonni hosil qilishimiz uchun 100 ga 1 ni qo'shamiz. 100 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, 101 natural soni hosil bo'ladi. Undan keyingi natural son 101 ga yana 1 natural sonni qo'shamiz. 102 bo'ladi. Demak, 100 dan keyingi keladigan ikkita natural son 101 va 102 sonlari ekan. 8-chi misolga to'xtaladigan bo'lsak, 4 va 7 raqamlardan bir marta foydalanib eng katta natural sonni hosil qiling deb aytmoqda. Bu yerda shartiga to'liq e'tibor qaratamiz. Bir marta foydalanishimiz kerak. 4 va 7 raqamidan. 4 va 7 raqamidan ikkita son tuzish mumkin bo'ladi. Bular 47 va 74. Demak, aziz o'quvchilar, endi 8-chi misolimizni ko'rib o'tamiz. 8-chi misolimizda 4 va 7 raqamlardan bir marta foydalanib eng katta sonni hosil qiling demoqda. Bu yerda shartiga e'tibor qaratamiz. Bu yerda bir marta deb aytgan. Ya'ni 4 va 7 raqamlardan bir marta foydalanadigan bo'lsak, 47 va 74 sonlarni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. 47 va 74. 47 va 74 sonlarni hosil qilganimizda bu yerda eng kattasi 74 bo'lgani uchun javobimiz 74 ga teng bo'ladi. Endi 20-chi misolni ko'rib o'tadigan bo'lsak, raqamlar yig'indisi 18 ga teng bo'lgan natural sonni yozing deb aytmoqda. Bu yerda raqamlar yig'indisi e'tibor qaratamiz. Ixtiyoriy 31 natural sonni oladigan bo'lsak, uning raqamlari 3 va 1 dan tashkil topgan. 3 ga 1 ni qo'shsak 4 bo'ladi. Endi bizda qo'shganda 18 chiqish kerak. Ixtiyoriy 99 sonni olaylik. 99 da ikkita raqamdan tashkil topgan va buning raqamlari 2 ta 9. 9 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 18. Demak, javobimiz esa 99 ga teng bo'lar ekan. Endi aziz o'quvchilar, bu yerdagi 3 ta misolimiz tushunarli bo'lsa, yana ikkita misolimizning yechimini birgalikda ko'rib o'tamiz. Demak, aziz o'quvchilar, bu yerda kitobimizdagi 10-chi va 14-chi misollar berilgan. 10-chi misolimiz shartida 453 million 783 ming 498 sonini yozishda nechta turli raqamdan foydalanilgan deb aytmoqda. Bu yerda bolajonlar eng e'tibor qaratadiganimiz nechta turli raqamdan deb tashkil aytilgan. Misolimiz berilishda 9 ta raqamdan tashkil topgan deb aytib qo'yishimiz mumkin. Yo'q, bu yerda eng katta xatoimiz shu bo'ladi. Ya'ni 3 raqamidan 2 marta foydalanilgan, 4 raqamidan ham 2 marta foydalanilgan. Shuning uchun bularni alohida sanab chiqamiz. 4 dan 1, 5, 3, 7
7, 8 va 3 dan foydalangan sanadik, 4 dan ham sanadik, 9 ni ham endi sanaymiz. Demak, 6 ta. Demak, javobimiz 6 ta turli raqamdan foydalanilgan ekan. Kitobimizdagi 14-misolni ko'rib o'tadigan bo'lsak, 3, 0, 9 raqamlaridan foydalanib nechta ikki xonali son tuzish mumkin deb aytmoqda. Ikki xonali son tuzish mumkin degandan keyin 3 va 0 raqamidan bitta turli natural son yozishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu 30. 3 bilan 9 raqamidan esa ikkita 39 va 93. Endi 9 bilan 0 raqamini olaylik. Bunda bitta natural son yozishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham 90 ga teng. 09 degan son yo'q va 03 degan sonlarimiz yo'q bo'lgani uchun javobimiz 4 ta ekan. Hurmatli o'quvchilar, mavzuimizdagi natural sonlar va raqamlar mavzusidan 5 ta misolni ko'rib o'tdik. Endi kitobimizdagi qolgan barcha misollar sizlarga uyga vazifa hisoblanadi. Keyingi darsimizda esa uyga vazifalaringizning ma'lum bir misollarini yana birgalikda yechib o'tamiz. Ungacha esa ko'rishguncha.